Faqat yuqori qavatdan kvartira topaverasizlarmi deganlar uchun mana 4 qavatli binoning 2-qavatidan 3 xonali kvartira topib qo'yganmiz. Kirib maza qilib yashasa bo'ladigan holatda. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Bismillah. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Shundoqqina kirganimizda katta, keng, balandgina prixoshkalarimiz kutib oladi. Bu kvartiramiz 3 xonali. Qanunday bo'lsa chap qo'limizdan boshlaymiz. Bu yoqda birinchi xonamiz shundoqqina detskiy, spanli, ko'rib turganingizdek remontlari o'rtacha holatda. Kirib yashasa bo'ladi. Yana undan o'tganimizda bu yoqda dush qismlari, dushlari yaxshi, kafellarni terib qo'ygan. Remontlari o'rtacha holatda. Bu yoqda aristonlari qoladi. Undan keyin bu yoqda kattalar spanlisiga o'tamiz. Bu yoq ham kattaroq, kengroq ko'rib turgan holatingizda kirib yashasa bo'ladi. Undan o'tganimizda bu yoqda kladovka qismlari alohida e'tibor berib qo'yamiz. Undan o'tganimizda bu yoqda katta zalimiz. Zalimizda remontlari ozgina xafaroq ekan. Olgan odam o'zi uchun chiroyli holatga keltirib remont qilib olsa bo'ladi. Undan o'tganimizda bu yoqda ayollarning sevimli xonasi. Ya'ni oshxonamizga kiramiz. Oshxonamizda mana ko'rib turibsiz, hammasi akkuratli, yaxshi holatda joylashtirib qo'yilgan. Oshxonamizdan o'tganimizda balkonimiz kattagina, yaxshi, 6 ga 2 bu yoq tarafda shundoqqina konditsionerlarni o'rnatib qo'yilgan. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib oldik. Xonadonimizda gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Maktab, bog'cha, magazin shundoqqina yon atrofda joylashgan. Bu xonadonimizning egalari 30 ming narx so'rashyapti. Yana ozgina o'tib beradigan joyi bor. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. 5 daqiqasidan 3 xonali kvartira qidirib yurgan tanishlarga bu videoni yuborib qo'yamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang.